Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va yutib ishqibozlar, bizni kuzatib borayotgan barcha muxlislarimiz xudo xolasa yana bir komplektimiz noldan rels boshlagan joy turimizdan qo'ygan videomiz Andijon Xo'jobod xudo xolasa bugun ishga tushirish jarayonlari bo'ldi. Mishalgalarimiz o'rnagan 220-380 ga bemalol ishlayveradi. Suv yomg'islarimiz 2 tonnalik, nasoslarimiz korobka holatda, shablonli bochkalarimiz datchiklar bilan birgalikda. Bu yerda 380 holatiga o'rnatdik. Qolipda u yoqdan bu yoqqa o'tadigan telechkalarimiz xudo xolasa. Bu yoqda 5 ta dona qolipimiz. 10 ta dona qolipimiz bilan o'rnatilgan. 5 ta donasi quyildi, 5 ta donasi quyilmadi. 5 ta qolipimiz va rushnoy shablon arramiz. Shabloni bu yoqdan mana 5 ta qolipga quyilib qo'yilgan joylar. Xudo xolasa relslarni ham qo'ldan kelgancha chiroyli qilib diagonalga qo'yib ustanovka qilindi. Qoliplarimiz ishib chiqqan holatiga xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda mana hammasi xudo xolasa standart holatlarda turibdi. Bu yoqda mana bitta tayyor bo'lganini kesdik. Bu yoqda mana qolganlari ham xudo xolasa tayyor bo'lish arafasida. Bu yerdagi komplektimizga xudo xolasa avtomatik reskamizni 4 valligidan qilganmiz. 4 valli deganda troslarni ikki tomonga tortib aralaydigandan bo'ladi. Shitlarimiz ham avtomatik bitta knopkani bossa, o'zi kesib, o'zi qaytib chiqib ketadigandan bo'ladi xudo xolasa. Komplektimizning narxi $6000 dan. 4 valli reskalarimizni 10 ta dona qolib, rushnoy shablon arra va shu oldinda ko'rsatib o'tganimizdek suv yomg'is mishalkalarimiz hamma yo'q birgalikda $6000 dan ustanovka jarayonlari ketyapti xudo xolasa. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa sifatli qilib olib borib ustanovka qilib berish harakatini qilamiz. Qoliplarimiz hammasi birdaniga yaxshi ishib chiqqan. Xudo xolasa nuqson yo'q. Qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib olib borib o'rnatib beramiz. 4 valli desangiz 4 valli reskalarimiz ham 1 valli deganlarga 1 vallisidan xudo xolasa.